Mana bizni bugungi suhbatdoshlarimiz Abdurahmon aka, Muhammador aka, siz mana yaqindagina poytaxtimizda go'zal bir tadbirda ishtirok etib qaytdingiz. Vatanparvarlik ruhidagi eng yaxshi qo'shiq respublika ko'rik tanlovida g'olib bo'lib qaytdingiz. Albatta uning tafsilotlarini o'zlaringizdan eshitishni istardik. Nima uchun, qanday bir shartlar evaziga mana shu tanlovda respublika darajasida g'olib bo'lish nasib etdi? Taassurotlar juda ham ko'p. Mana shahar bosqichida g'olib bo'lib, Muhammadora viloyat bosqichida 19 shahar tuman belgilashdi. U yerda ham birinchi o'rinliydi, ya'ni o'zimizni o'zligimiz, milliylik, tarixiylik yo'nalishi bo'yicha mana shu g'oliblikni qo'lga kiritishdi hamda respublika bosqichiga chiqishdi. Respublika bosqichida mana xabarlarim bor, u yerda ham 224 ga yaqin yaxshilari saralab olinib, u yerda 12 ta viloyatdan eng yaxshi qo'shiq nominatsiyasi bo'yicha g'oliblar belgilashdi va bundan tashqari harbiy mudofaa qismlari, Milliy gvardiya, xavfsizlik, ichki ishlar vazirligi qatnashdi, orkestrlar mana u yerdagi jamoalar qatnashdi va oxir oqibat mana Shirmol Muhammadora, ya'ni milliylik hamda tarixiylik yo'nalishi bo'yicha respublika bosqichi g'olibi bo'lishdi. O'zingizdan, g'olibning o'zidan eshitsak taassurotlarni, ijrolar qanday bo'ldi u yerda? Qanday bir, menimcha albatta mutaxassislar sinovdan o'tkazgan hamma ishtirokchini. Vatan haqida gapirilganda, vatan haqidagi qo'shiqlar deyilganda, mana shu tadbirda biz endi yoshligimizdan dastlab vatan haqida qo'shiqlar ijro qilib ulg'ayganmiz. Dastlabki qo'shiqlarimiz ham mana bundan keyin davom ettirib kelyapmiz. O'sha milliy yo'nalishimizda Qo'qon hunarmandlar festivalida ham Qo'qonim degan bir qo'shiq qilib, yangi qo'shiq qilib qatnashdik, ishtirok etdik. Mana Farg'onani madh etuvchi qo'shig'imiz bor edi, Mardona Farg'ona degan. Mana yaqinda Ko'rkam yurtim O'zbekiston o'lkamsan degan bir qo'shiq bilan tanlovda ishtirok etdik. Ikromiddin Ostonaxo'lov she'ri bilan o'zimiz milliy yo'nalishda kuy bastalab ijro qildik. Menimcha yaxshi ijro bo'lgan. Muhammador aka, qolaversa biz hali tinglamaganmiz, chunki bizda bu tanlovda qatnashganimiz yo'q. Agar ana shu qo'shiqni mana Xayrli kun dasturi orqali ham ijro qilib bersangiz, menimcha muxlislarimiz ham xursand bo'lishadi. O'zbekiston nurli bo'ston, O'zbekiston nurli bo'ston, noming seni tilda doston. Jahon ichra yagonasan, xalqing ulug' mardonasan. Dil sadosi kanali. Yer sharidan tekkan mo'jaz ulushim, senda yashar baxtli xalqim ulusim. Senda ekan mavlud o'sib unishim, ona yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Sensan qadim Osiyoni gavhari, do'stlik tinchlik karvonini sarvari. Ilmu hunar ma'rifatni zargari, azim yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan.
Rang-barang shahru viloyat senda jam, go'zallikda har biri ham muhtasham. Husni chiroyingdan hayratda olam, ko'rkam yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Yurtim seni duo qilib qolgayman. Ikrom aylab noming tilga olgayman. Hofiz bo'lib madhing kuyga solgayman. Aziz yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Rahmat. Juda ham go'zal ohanglar bo'ldi. Bu